Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizni Xitoy adabiyotining eng ta'sirli, eng yurakni titratgan asarlaridan biri Yuy Huaning Yashamoq romani bilan tanishtirmoqchiman. Asar Xitoyning og'ir siyosiy va iqtisodiy davrlarida yashagan oddiy odam Fugyuining hayoti haqida hikoya qiladi. Uning butun umri, uning dardi, yo'qotishlari va sabr-toqati orqali yarash va yashashning chinakam ma'nosi ochib beriladi. U boshidan juda ko'p sinovlarni o'tkazadi va hayotning asl ma'nosini aynan shu og'riqlar orqali tushunadi. Fugyui yoshligida boy oilaning erka o'g'li bo'ladi, lekin u qimorga, hoyu-havasga berilib, oilasining barcha boyligini yo'qotadi. Bu yo'qotish u iztiroblardan otasi olamdan o'tadi. Xotini va qizi ham uni tashlab ketishadi. Shundan keyin uning hayotida og'ir sinovlar boshlanadi. Bir kuni Fugyuini kuch bilan harbiy xizmatga olib ketishadi. U bir necha yil urushda yuradi. Urush unga hayot qiymatini, yashashning qadrini o'rgatadi. Qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirib uyiga qaytadi. Qaytganida esa onasi olamdan o'tgan, qizi Fenxia esa qattiq qo'rquv orqasidan kar va soqov bo'lib qolgan edi. Fugyui oilasi uchun jonini berib xizmat qiladi, lekin taqdir ularni hamon sinovdan o'tkazaveradi. O'g'li Yuchin shifokorlarning bee'tiborligi tufayli qon berishda halok bo'ladi. Qizi Fenxia turmushga chiqadi, ammo tug'ruq paytida qon topilmay o'lim topadi. Xotini Jianshin og'ir mehnatdan kasal bo'lib vafot etadi. Fugyuining qolgan yagona joni nabirasi bo'ladi. Bir kuni bolani nafas yo'liga loviya tiqilib qolib, u ham vafot etadi. Fugyuining hayotida endi biron insoni qolmadi. U bir o'zi, bir buqasi bilan yashay boshladi. Uni do'stdek qadrlaydi, u bilan insondek gaplashadi. Unga ham shu so'zlarni aytadi: yashaymiz. Qaysi kun bo'lsa ham, qancha og'ir bo'lsa ham yashaymiz. Yozuvchi Yuy Hua bu asari orqali bizga shundan saboq beradi. Yashamoq bu nafaqat bir odamning taqdiri, bu butun odamzodning sabog'i. Bu asar sizga shunday deydi: hayot seni urar, yiqitar, lekin sen tur. Chunki yashash eng katta jasoratdir.